Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Qani mana shu Mahmud Aliyev Sherzod 81-yilsiz. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani. Muzrabot tumani. Так, грыжа дисков L4, L5, протрузия дисков L5, S1. Bitta gryja, bitta protruziyamiz bor ekan. Tushunarli. Asosiy qisib turgani L4, L5 da ekan. Qachondan beri qiynalyapsiz? Endi asosan bu 3 yildan beri og'riydi-yu, oldingi 2 yili yengil edi. Mana shu quymish nimadan og'riydi, go unisiga, go bu tomonga almashib og'riydi. Og'riq. Ikkalasi birdaniga og'rimaydi. Og'rimasa edi, mana shu oxirgi 25-yil ko'proq bezovta qildida, ishlashimga barib endi ro'zg'or boqish kerak, ishlash kerak, ishlashimga xalaqit berib, yurishlarga xalaqit berib. Tushundim. Qaysi tomonga beryapti og'riq? Ko'proq o'ng tomonga beradi. O'rningizdan turishingiz, o'tirishingiz yaxshimi? Qiynalib qolaman shu og'rigan paytlar, ko'proq nima sovuq. Tualetda turishda qiynalyapsiz. Ishlamay yursam, uyga yursam issiqqina yaxshi. Ishlab yurgan paytlarim unga ham qiynalaman sal. O'rningizdan turib ko'rsating-chi, o'tirib ko'rsating, engashib ko'rsating. Birinchi o'tirib ko'rsating, Qani asta turing-chi, asta qiynalganingiz yo'qmi? Yo'q, hozir bor-u, barimda qattiq ushlagani yo'q, lekin oyoq uchigacha qo'lingizni tegizib ko'ring. Bor joyga bormayapti-ku, yaxshi. Bor, mana shundaycha tortadi. Tortib qolyapti. Bo'ldi, tushundim. O'tiring. Orqadan xuddi otni yuganini tortganday tortadi. Qancha vaqt tortadi. bo'ldi bunga? Mana shu oxirgi 25-yil qattiq og'rib boshladi-da. Buni qachon tushirdingiz? Buni 25da boshiga tushganman. 25-yilda boshiga tushganman o'zimizga. Gryjangiz ancha qora, nima deydi, o'sha lat yegani ko'ringan bilan juda qorayib qolgan joyi. Tez bitib ketadi deb o'ylayman. Endi bizning lecheniyamiz tortishdan iborat. Belni qizdirib tortamiz. Isitamiz, belga issiq dori qo'yamizda, qizdirib, isigandan keyin tortamiz. Klizmalarimiz bor. Ichakni bo'shatish uchun bosimni kamaytirishimiz kerak o'mirtqaga. Ichakning bosimini ham qisib turaveradi-da. Bir xillarniki shu bosimni yo'q qilgan zahoti ham bo'shashib qoladi o'mirtqa. Og'rib yo'qolmay qolaveradi. Shunday. Shunaqa ishlarimiz bor. Sabr qilib turasiz. Lecheniyaning kuni belgilanmaydi bu yerda. Birov eng oz davolangani 3 kun. Eng ko'p davolangani 34 kun. Mana shuni arasida ko'p odam chiqib ketaveradi. 10 kun, 12 kun, 13 kun har xilda. Og'riq qo'yvorib, o'ziga kelib olsa bir og'iz aytadi. Men og'rig'im qo'yvordi aka, menga javob bering deydi. Shungacha o'tirish kerak. Yo 10 kunda ham og'riq qolmadi-yu, men ketishim kerak bo'lsa, demak meni ishimda bir tiyin bo'lib qoladi. Men sizga yordam berolmagan bo'laman. Tushundingiz-a? Mana shuning uchun odam sabrli bo'lsangiz, men ishimni qilaman. Chunki o'mirtqani mana bunday qilib, mana o'mirtqa qisib qolgan joyidan chiqib turibdi, joyi. Mana uni tortavergan sayin mana bu joyi bo'shaydi-da, ana ichkariga kiradi mana bu qizarib turgan narsa. Ana o'shangacha sabr bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa, bu kasaldan umrbod birga yurasiz. Qutulib ketish iloji yo'q buni. Shunday. Mana o'zi dadangiz ham aytayapti-ku, boshmoqda qilgan mahsulotning foydasi yo'q. Shunday ko'p davolatdik. Barakalla. O'zlaring ham mana ko'rsizlar, qiynalib. Lekin men mana shu yilni boshiga shunga tushgandan keyin o'zimizga jarayonxonani bitta bo'limiga bir 10 kun davolandim. Xolos, keyin qolganiga imkonim bo'lmadi, vaqt bo'lmadi. Keyin ketdim yana ishga. O'zi bir marta davolanganman xolos bunga. Boshqa tabib yoki doktorxonaga bormaganman, hech qanaqa ukolni. Endi ishlash davomida endi men boshqa mamlakatga ishlayman, Rossiyaga. Shu yerdan bitta dorini topib, endi og'riq qoldiruvchi hisobiga endi og'riq qoldirsa bo'ladi, lekin mana buni kirgizib bo'lmaydi. Yo'q, prosta og'riq surtmagan kunim ishlolmas edim, to'g'risini aytishim kerak. Surtmagan kunim ishlolmas edim. Ana kun salqin bo'lib qolgandan keyin salqinga juda ham yomon bo'lar ekanda. Kun salqinlashaverdi, endi Rossiya va namgarchilik havo-ku bizga nisbatan. Salqinlashaverdimi, erta bilan surtib ketaman. Shu obeddan keyin soat 4-5 gacha amallab ishlab kelaman. Keyin kechqurun issiqqina kvartiraga o'taman, ertasi kuni yana surtib ketaman. Oxirgi paytlar shunday bo'ldi. 2 oy bo'ldi kelganimga hozir. Hozir endi uyga yuribman, issiqqina, ko'p bezovta qilgan yo'q. Ishga borib ishlasam o'zim bilaman, yana bezovta qiladi bu meni. Tushunarli aytgan gaplaringiz. Tushundim. Sizdan sabr. Salomat bo'ling.
Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, assalomu alaykum. Shehzodbek. Mahmud Aliyev Sherzod, 81-yil, Surxondaryo viloyati, Muzrabot tumani. Men 3 yildan bo'ldi og'riq boshlanganiga. Juda kuchli og'rib qoldim. Belim, oyog'imga kuchli og'riq bor deb yozibsiz. 2-yanvar 26-yil. Bugun 6-yanvar. Shundaymi? Shunday, bugun 6-yanvar tugadi. 6-yanvar. 5 kun davoladim. Так. На уровне L4, L5 грыжа, центральная грыжа диска глубиной 5,6 мм. На уровне L5, S1 протрузия диска глубиной 3,1 мм. Грыжа va protruzия bor ekan. Mana qog'ozi va mana bu snimkasi. Do'stlar, agar ko'rinayotgan bo'lsa. Qara endi 5 kunlik davolash natijasi haqida xulosani eshitaman. Birinchidan qachon boshlangan? 3 yil dedingiz og'riganiga. Taxminan 3 yildan beri og'rib, oxirgi mana shu 25-yilga kuchli og'rib qoldi. Chiday olmay qoldim. Oldingilarga chidab masbas surtib yurardim. Ishlash kerak endi albatta. Oxirgi yil chiday olmay qolib, oxiri sizda Instagramdan ko'rib gaplashib keldim. Xudoga shukr, yaxshi, mana 5 kun ichida oldim. Og'riqlar ketdi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Belim, oyog'im. O'rningizdan turib, kechada bir ko'rsatib bering. Yengashalayapsizmi endi? Oxirigacha yengashalmayapsiz. Unda qilibmi? Ha, o'sha. Tak. Og'riq bermayapti? Yo'q, og'riq yo'q. O'tirib ko'rsatingchi. Turing o'rningizda. Qani? Bemalolmi? Bemalol. Marhamat. Shuncha yo'l bosib keldingiz, afsus emasmiz. Yo'q, nimaga afsuslanamiz? Xudoga shukr, mana ancha yaxshi og'rig'im. Qisqa muddatda davolab berdim. Xudoga Qisqa shukr. muddatda. Endi bitta savol. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Bergan xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Salomat bo'ling. Tak, borganingizdan keyin turnikda turishingiz kerak. Oyoqni uchida. Ertalab, kechqurun. Tashlavermasdan. Ha, tashlamasdan. Просто oyoqni uchida. Tomon ko'tarib tursa bo'ldi. 10-20 minut atrofida fiziologga shu. Shu. Kechqurun ham shu, ertalab ham shu. Shu bilan birinchi oy o'tadi, ikkinchi oy, uchinchi oygacha borgandan keyin o'sha hammasi joy-joyiga joylashadi. Ha. Vaqtinchalik namoz to'xtatib turaymi? Hozir ham Yo'q, o'qiyversam bo'laveradimi? namozni o'qiyvering. O'qiyveraymi? Ha. Nima engashtingiz-ku, nima qiyin joyi bor. Namoz o'qiyman. Hozir rukuga o'xshagan narsani qildingiz, engashyapsiz bemalol. Sajda qilasiz. Namozga o'qimang demayman. Ziyoni yo'q. Yo'q, ziyoni yo'q. Yugurishda ham ziyoni yo'q. Faqat Yugurish, bunday sakrasangiz sezib turaverasiz hozir. bir 10 kuncha nima qilmay turaydi. Ha, yurib ko'ring. Had masalan, men ko'p yuraman-da. Siz ham yurib ko'ring, undan keyin asta-asta qo'shaverasiz. Shunday. O'zingiz ehtiyot qilishingiz kerak. To bilasizmi, joyiga kirgizdim. Kirgizgani bilan, masalan, bu yerda 5 mm degani bilan 2 kirgan bo'lishi mumkin. 3 qoladi hali. 3 keyin kiradi, sekin-sekin. Lekin tegmay qoldi-da. Zamykaniya bo'lmay qoldi. Boyagidan ochib qo'ydim. O'zi odamlar uch bo'lganda bilmay yuradi o'shani. Shunday joyidan sal siljib qolsa ham sezmaydi. Chunki nervga tegmay turadi-da o'sha joyi siljigan bilan. Undaroq chiqqandan keyingina tegadi. O'shandan keyin, lekin buni salgina boyagi joyga qaytarsangiz yo'q. Chunki ko'p ko'ryapman. Masalan, 5-6 3 kadar tushirib bergan taqdirimda ham og'riq yo'q bo'lib qolyapti. Keyin aytyapman, qolganini kirgizish niyating bormi? Ha. Shart emas bu yerda yotish. Faqat turnikda turaver, oyoqda uchida bo'ldi. Oyoqda uchida turish umuman qiyin emas. Shunday, boringga sharoitlar bor. Bor sharoit. Shunaqa qiling bo'ldi. Salomat bo'ling. Mayli, sog' bo'ling, rahmat sizga.